Sariosiyo tumanida viloyatda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kunlik tadbirlari doirasida o'quv-taktik mashg'ulot o'tkazildi. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati Xonjiza shaxtasida tashkil etilgan jarayonlar bilan muxbirimiz. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati Xonjiza hududida favqulodda vaziyatlarda fuqaro muhofazasi tuzilmalarini shayligini tekshirish maqsadida o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Unda xavfli tabiiy jarayonlar sodir bo'lganda xodimlarning vazifalari, baxtsiz hodisani bartaraf etishda mas'ul shaxslar vazifalarini taqsimlash va harakatlanish tartibi to'g'risida ma'lumotlar berildi. Mashg'ulot davomida Xonjiza shaxtasi hududining alohida qismida so'nggi 3 yil davomida tog'li yerlarning ko'chkiga moyil xavfli maydoni mavjudligi e'tiborga olindi. Dastlab kelib tushgan xabarga ko'ra, Xonjiza shaxtasidan ishchi xodimlaridan tuzilgan fuqaro muhofazasi tuzilmalari guruhlari tomonidan ko'chki va yong'in sodir bo'lgan joy va holat aniqlandi. Birlamchi qutqaruv ishlarini olib borish, ko'chki va yong'inni oldini olish va bartaraf etish choralari ko'rildi. Ko'chki va tog' jinslarini Xonjiza shaxtasi kirish joyini to'sib qolishi, shamollatish binosiga zarar yetkazishi natijasida jarohatlangan xodimlar fuqaro muhofazasi qutqaruvchilari tomonidan qutqarish ishlari olib borildi va ularga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatildi. 23-yong'in qutqaruv qismi xodimlari kelib, zilziladan keyin sodir bo'lgan yong'inlarni bartaraf etishda o'quv mashg'ulotidan o'tkazishdan maqsad shaxtada ishlaydigan xodimlarning bilim va ko'nikmalarini yanada oshirish, mustahkamlash. Bu yerda o'zi tashvishkor signallarimiz bor. Favqulodda hodisa sodir bo'ladigan bo'lsa, sirenalari bor. O'zini sirenalar chalgandan keyin ishchi xodimlar hushyor holatga kelib, o'zlari vazifasi mashg'ulot har doim o'tkazib boriladi. Shu signalga qarab o'zining vazifasini bajarib boradi. Bizda 24 soatlik navbatchilik tashkil qilingan. O'sha kon ishlar tashkillashtirish, seminarni olib borish bo'yicha navbatchilikka o'sha holat yuzasidan xabar kelib tushgan zahoti navbatchilik qismimiz favqulodda vaziyatlar yong'in qutqaruv qismiga, alohida harbiylash, alohida kon qutqaruv vзводiga, tez tibbiy yordam, tegishli xizmatlarga xabar beradi. Va o'zimizda o'sha yerdagi fuqaro muhofazasi shtabi tashkil qilinadi. O'sha yerda vaziyat o'rganib chiqiladi, vaziyat baho beriladi. Qaysi holatda qanaqa vaziyat sodir etilganiga qarab ishlar tashkillashtiriladi. Asosan mana bahor paytlariga, qishda qorlar tushishi, suv kelishi, sel boshi, o'sha oqibatlarda o'sha asosan ko'chki bo'lishi, bir joy suv bosishi, sel kelishi, oqtir yo'llar loyqa bosishi, shunaqa holatlarda vaziyatlar bartaraf qilish uchun ishchilar bilim va ko'nikmalarni shakllantirish va shunaqa tadbirlar o'tkazib turiladi. Shuningdek, yong'in sodir bo'lganda Surxondaryo viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va yong'indan qutqaruv qismi xodimlari yordamida suvli parda bilan yong'inni tarqalishini oldini olish va o'chirish choralari ham ko'rildi. Yakunda mutasaddilar tomonidan bu kabi holatlar ro'y berganda harakatlanish tartibi bo'yicha zarur tushunchalar berildi.